Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida har doimgidek o'zimizning xonadonimizdan yaxshi sifatli bo'g'oz molni chiqarishlikni boshlaymiz. Akalar, xo'p. Hafta kuniga juma, hammalaringga juma ayyomi muborak bo'lsin akalar. 2026-yil 16-yanvarda turibmiz. Qishni yarmidamiz akalar. Hop, sovuq kunlarda qaynoq video bo'ladi akalar. O'zi bugunga bir dona molimiz bor akalar. Mollarimiz, kelgan mollarimiz Xudoga shukr sotilib ketyapti akalar. Buni ham pulini yengil qo'yib beraman. Kimga yoqsa bemalol telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab har doimgidek dastavkamiz bepul akalar. Vodiyga dastavkasi bor. Sizlarni ko'p kuttirmasdan molimizni ma'lumotini berishligini boshlayman aka-ukalar. Akalar, birinchi qoringa kurachish chiqmagan, hali buzov. Bo'ylari 1.20 pilusida, 1.21 chiqyapti. 1.20 ga ham olaverasizlar. Bo'g'ozligi 6 oydan o'tgan. 6 oylikka olaverasizlar akalar. Bugundan boshlab 6 oylikka yozib qo'yaverasizlar akalar. Bo'ylari 1.20. Behijolat borganda ham o'lchab ham olaverasizlar. Kerak bo'lsa akalar, bo'g'ozligini ham doktorlaring bilan ham tekshirib olaverasizlar. Narxiga akalar 25 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Mutlaqo bepul dastavkalari. Nomerni aytib o'taman, ekranga ham qo'yib qo'yamiz. 95lik 059 33 36. Kimga yoqsa bemalol telefon qilaverasizlar. Mana tutaylari ham akalar 4 joyda joylashgan. Mana. Bitta ham ortiqchasi yo'q. Mana 4 joyda joylashgan oq yelinlar. Bo'ylari 1.20. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Yeb ichishiga o'ylanmaysizlar. Yeb ichishi zo'r, tanajoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. Havodan yuqadigan kasalliklarga javob bermaymiz akalar. Boshqa hamma yeriga javobini beramiz. O'zi hamma kanallarda ham shunday deyishyapti. Bizda ham xuddi shunday akalar. Kimdir yashin deydi, kimdir oqsil deydi, kimdir shaloq deydi. Ushasiga garantiya yo'q. Yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasi bor. Lekin bizdan hech qanday unaqa kasallikdan alomati yo'q. Ana ko'rib olishlaring ham mumkin. Og'izlari ham toza holatda turibdi. Molimiz o'ynab turibdi akalar. Behijolat kech bo'ldi, boshqa bo'ldi demasdan telefon qilaverasizlar. Akalar, molimizni kechroq ko'rishlaring mumkin-da videoni. Kechroq ko'rsalaring ham bemalol telefon qilaverasizlar. Endi bu mol sotilib ketgan bo'lsa ham boshqa mollar uzilmaydi. Bugunga bir dona. Bo'g'oz, kimga sifatli bo'g'oz mollar kerak bo'lsa, nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.